kichkina biznesmen deyolmayman. Oyiga 10 ming, 50 ming, 100 ming dollar pul topyapti. Qonun qoida nazorat desa ko'pchilik o'ylaydi, bular juda diktatura bilan boshqarsa kerak deydi. Mana Telefon hamisha 24 ga 7. Mana bundoq qilaverib charchaganidan qulog'iga naushnik yopishtirib olgan. Tizimda o'zi shunaqa zo'rligidan odamlaringizni ham sortirovka qilib berar ekanda, o'zi aytganingizda o'sha yalqov, o'g'ri bo'lsa o'z-o'zidan chiqib ketadi-da u tizimdan. O'sha men zavodda ishlaganman-da Shavkat aka. Zavod bizni zo'r boshqarganda men 5 ketaman. 10 mingta odam ishlaganmiz zavodda. Qarang ustoz. Bitta sutkada 3 ta smena ishlar edik. Birinchi smena 8 dan 4 gacha, ikkinchi smena 4 dan kechqurun 12 gacha, uchinchi smena 12 dan ertalab 8 gacha. Qarang, krugliy sutka ish bo'lyapti. Bir ishga kirishimiz bilan qo'limizga lavozim majburiyatini berib qo'l qo'ydirtirdi. Yong'in xavfsizligi, sanoat sanitariyasi, texnika xavfsizligi bo'yicha qonunlari berdi-da, qo'l qo'ydirib oldi. Bizga kopiyasini berdi. Keyin instruktaj o'tib turadi. O'sha biznes protsessi berdi bizga zavodda. Ya'ni o'sha ishimiz bo'yicha nima qilamiz, qayerdan siryo keladi, qanday gatovoy produkt chiqib ketadi. Polni tushuntirdi va bizning qismimizni tushuntirdi. Shu narsaning orqasidan masalan men sex boshlarimga ishni boshlayotganimda yoki direktorga murojaat qilganimni eslolmayman-da. Umuman murojaat qilmas edik-da. Hojat yo'q edi. O'zimiz kelamiz, o'zimiz chiqib ketamiz. 10 yil oshiq 12 yil ishlagan bo'lsam, o'sha tizimning ichida yurdik-da. Endi hozir mana bizneslar bilan ishlayapmiz. Bizneslarda endi hamma ham bizga o'xshab zavodda ishlab chiqmagan-ku. Zavod ko'rmagan-ku. Ularga mana bu narsani tartib bo'yicha qil desa, odamlar qabul qilish qiyin bo'lyapti-da. Mana ko'chada realni biznesmenlar kichkina biznesmen deyolmayman. Oyiga 10 ming, 50 ming, 100 ming dollar pul topyapti. Mana yaqinda ham 2-3 tasi bilan o'tirib gaplashdik. Oyiga sof foydasi 150 ming plyus-da. 150 ming plyus. Lekin tizimi yo'q. Aka qanday yashayapti? Telefon hamisha 24 ga 7. Mana bundoq qilaverib charchaganidan qulog'iga naushnik yopishtirib olgan. Bu ovora bo'lmaydi-deyapti. Rulda yuradim, boshqada yuradim, postoyan telefonda javob beradi. Hamisha bir kun javob bermasam deydi, muammo bo'ladi deyapti-da. O'sha patologiya yetib kelgan. Bunaqa odamlar ham uchrayaptimi? Bunaqa odamlar qanaqa yechimlar qilyapsizlar o'zi? Hop. Siz aytayotgan holat juda ko'pchilikda shunaqa Ilhom aka. Vaholanki kurslarda o'qigan, tizimlashtirish bo'yicha yoki boshqa bo'yicha, lekin shunaqa. Nimaga bilmayman, umuman olganda bularga qanaqa yechim berish kerak desa, hammasini sodda shaklda o'sha tartib qoidalar o'rnatishdan boshlanadi. Birdaniga bo'lib qolmaydi. O'sha qoidalarni birinchi tuzib chiqiladi, undan keyin sekin nazorat qilinadi. Keyin xodimlar bilan kelishuv qilinadi. Bizning ishlash jarayonimiz shunaqa. Tartib qoidalarni o'rnatib, xodimlardan rozilik olamiz. Nima deysizlar, mana shu sistemaga o'tsak, qarshi emasmisizlar deymiz. Sababi mana shu joyda aytib o'tib ketishim kerak. Qonun qoida nazorat desa ko'pchilik o'ylaydi, bular juda diktatura bilan boshqarsa kerak deydi. Mana bizning ishxonamizda, biz individual xizmat qilgan har bir korxonaning ishxonasida birorta diktatura yo'q. Mana masalan xodimlar bilan men aka-uka deb gaplashaman, hazil-huzul ham qilamiz, o'ynagani borganda bir-birimizni turtib har xil nimalar qilamiz, lekin qonun qoidaga aralashmayman. Qoida buzilsa aralashmayman. Bu yerda bizning tizimimizning maqsadi diktatura qilib xodimlarni ezib boshqarish emasda, ular bilan kelishuvni to'g'ri qilib olish va ularni kutuvlarini shunga qarab belgilashdi. Ya'ni demoqchimanki, bu sistemadan qo'rqish kerak emas. Shunchaki to'g'ri kelishuv. Shogirdlarga ham doim aytaman. Bu qonun qoidalar bizning kelishuvimiz xolos. Mehr muhabbatimiz boshqa va'da. Xato qilsak chora ko'ramiz. Hatto menga ham chora ko'rishadi. Mana men spiker sifatida kelishuv qilib olgandan tashqari narxni skidka qilib berishim mumkin emas. Sahnada turib sotuv qilaman-da. Agar kimdir skidka so'rasa, mayli deyorsam menga jarima qilishadi. Nimaga? Bu ham standart. Ya'ni direktorga ham jarima qilinadi. Direktorning boshqaruv usulini standartlari bor. Hammasi kelishuvda bor. Hamma normal tushunadi buni. Ya'ni biz bir-birimizni jazolash maqsadida jarima qilmaymiz-da. Xatoyimizga chora ko'ramiz. Xatomiz inson xato qiladi-da, xato qilamiz. Ya'ni shuni normal tushunamiz va bir-birimizga muhabbatimiz, men kafolat bera olaman, O'zbekistonda eng yaxshilari bo'lsa bizchalik bo'ladi. Mehr muhabbat jamoaga. Ya'ni kimlardir bu tizimdan qo'rqmaslik kerak. Endi umuman olganda qadamlari shu. Birinchi bo'lib xodimlardan rozilik olish kerak deyman. Kim qarshi chiqadi o'zini kompaniyasini rivojlantirishga?
bo'lishi mumkin o'g'irlik qilishni xohlaydigan, ya'ni o'g'irligi bor yoki yalqov. Уже endi yalqovligi ochilib qoladi yoki o'g'irligi yopilib qoladi. Unaqa inson xohlamaydi. Xodimlar bilan chiroyli muomalada so'raymiz odatda. Rozimisizlar shu sistemaga? O'ziga tushuntirib beramiz. Nima foydasi bor o'zi sistemali korxonada ishlashni, xodimga nima foydasi bor? Tushuntirib beramiz. O'zi shaxsiy rivojlanishiga, mana siz bilasiz, har bir xodim, siz ishxonangizda ham tizim bor, kelgandan keyin rivojlanadi, tajriba oladi. O'sha narsani qiziqligini tushuntirib beramiz. Shundan keyin xodimlar rozi bo'ladi. Ana undan keyin rahbarni o'zini tarbiyalaymiz. Rahbar o'zi o'rganib qolgan bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri oddiy ishchilariga borib gapiradi. Bu top menejerlaringiz bilan ishlang deymiz, tarbiyalab turamiz uni. Va hokazo shunaqa narsalarni o'rgatamiz. O'zi tizimda o'zi shunaqa zo'rligidan odamlaringizni ham sortirovka qilib berar ekanda, o'zi aytganingizda o'sha yalqov, o'g'ri bo'lsa o'z-o'zidan chiqib ketadi-da u tizimdan. Haqiqiy vijdonan toza ishlagan odamlar qoladi. Mana shu Shavkat aka to'g'ri aytyapsiz. Mana shu savol ham ko'p uchraydi-da bizni faoliyatimizda. Yaxshi, kuchli professional xodimlar ishlamasa kerak-a bu sistemada deyishadi. Navorot, mana aksincha bizda ham yaxshigina joylarda ishlagan tajribali bolalar ishlaydi-da. Masalan, HR bo'yicha yoki boshqaruv bo'yicha, sotuv bo'yicha rob xodimlarimiz bor. Zo'r joylarda ishlagan, shular ko'nib aka-uka bo'lib ishlayapti. Navorot qiziqib qoladi. Tizim bor joyga nima deydi, vijdoni bor inson qiziqib qoladi. Kimlardir siz aytgandek boshidan filtrlanadi. Ya'ni 5 kun 10 kun yuradida cho'ta ketib qoladi. Biz navorot xursand bo'ladigan bo'lganmiz. Sababi 10 oy, 1 yil unga bog'lanib qolganimizdan keyin ketgandan ko'ra yoki bir narsani o'pirib, yo'mirib chiqib ketgandan ko'ra yoki buzib, sindirib chiqib ketgandan yoki o'g'irlab chiqib ketgandan ko'ra boshidan ketsin deymiz. Shuning uchun sistema baribir filtr vazifasini ham bajaradi. Shavkat aka ustoz, mana davlat miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, davlatni boshqaruvi ham bu bir zo'r tizimda, to'g'rimi? Shu gapingizga men bitta nima aytaman. Biz Soyuzda Dovrida o'sganmizda, biz shuna nimani ko'rganmizki, xususiy nima bo'lmagan, hamma yoq davlatniki bo'lgan. O'shanda ham tizim bo'lganda, qarang, o'shanda odamlar o'g'irlik qila olmagan. Har bitta narsani kontroli bo'lgan, har bitta nima revizyori bo'lgan. Davlatni narsasi bo'lgan, egasi bo'lmaganda, egasi davlat. Xususiy direktor bo'lmaganda, ammo hamma joyda qarang, o'sha Soyuz paytida ham o'zi kompyuter bo'lmagan, unaqa internet nimalar bo'lmagan, tizim bo'lgan ekanda. Hamma yoqda ushlaganda mana shunday qiladi. Bir tiyin, ikki tiyin afshot qilsangiz ham, bir narsani ustiga qo'ysangiz ham shuni ham kontrol qilganda. O'sha paytda OBX bo'lgan, kontrolyor, savdo kontrolyori bo'lgan. Qarang, o'zingizcha bitta narsani ustiga 10 so'm qo'yib sota olmagansiz-da. Agar 10 so'm o'zingizcha qo'yib sotsangiz, shuni olib jazolagan. Tizimda qarang, kuchliligi qanaqa bo'lgan. Hozirgi holatimizda mana Shavkat aka, mana davlatimiz O'zbekiston miqyosida olib qaraylik. Demak, mana O'zbekiston bitta katta kompaniya deylik. Demak, u tizimni tepasida turgan mana direktorimiz bu prezidentimiz. Va mana qonun chiqaruvchi organ mana senatorlarimiz qonun chiqardi va qabul qilindi. 5 yilda biz tam mana shu tomonga yuramiz. 100 ta maktab, 2000 ta bog'cha, tam 100 ta zavod quramiz deb qanaqadir planlar tuzildi-da. Bunga nazorat qiluvchi organ prokuratura, tam qonun chiqaruvchi organ yoki ichki ishlar, tam GAI hammasi qo'yildi-da. Vazifalar yozildi, pust bozildi. Qarangda, shularga qo'yilgan, nima qo'yilyapti? O'sha tizim ishlasin deb qo'yilyapti-da. Ha, tizim ishlashi uchun, haqiqatdan. Shular bo'lmasa, tizim ishlamaydi.